Assalomu alaykum. Kanal kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Kun xayrli, barokatli uchun hammalarga tilayman. Kun xayrli va barokatli uchun hammalarga tilab qolaman. Bugun nima qilmoqchiman? Tok baridan dolma kavata qilmoqchiman. Hozir go'shtlarimni to'g'rab oldim. Tovuq filesi, mol go'shtidan to'g'radim. Endi piyozlarni archilab tozalab olaman. Birinchi go'shtlarni to'g'rab, ana bariklarni anaqa qilib oldim. Nima deydi? O'ldirib oldim. Endi piyozlarimizni tayyorlaymiz. O'zinglar yaxshimisizlar? Charchamoqdinglarmi? Charchamay yuribsizlarmi? Kuninglar qanaqa o'tyapti? Bugungi kun qanaqa darajada o'tyapti? Bugun boshim rosa ham qattiq og'ridi. Kecha bosh og'riq bo'lgan bo'lsa, bugun soat 1da to'xtadi. Xudoga behisob shukr. Bosh og'risi, qayeringizdir og'risi, hech narsa yoqmas ekan. Hech narsa bunaqa darajada qattiq og'rimagan. Bugun qattiq og'ridi rosa ham. Hozir piyoz tozalab bo'lib, guruchni evitib qo'yganman, guruch solaman. Qattiq boshim og'riganga hech narsa yoqmadi. Hozir boshim ancha qo'yib qoldi. Xursandligimdan bemalol ish qilyaptim, sizlarga aytsam. Kunlik nima bo'lganlarini sizlarga aytgim keladi, sizlar bilan bo'lishgim keladi. Chunki doim meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Hozir kommentariy o'qib qoldim. Bitta obunachim nimaga bolalaringizga baqirib gapirasiz debdi. Men bir xilda baqirib o'rganim, u bitta videoga olayotganimda so'z qo'shadi, yana videoga olsam so'z qo'shadi. Keyin jahlim chiqib baqirib o'raman. U videoni qayta qo'yishim kerakman. Vaqt ketadi. O'zinglar bilasizlar, ertalabdan kechgacha bir pasda kun o'tib ketyapti. Bir xilda baqirib o'rganim videoga tushib qoladi. Bir xilda montaj qilmasdan qo'yib o'raman. Chunki videolarim boricha sizlarga yetib borishini xohlayman. Hech narsani yashirgim kelmaydi sizlarga. Shuning uchun o'tib qolgandir. Lekin videoni oxirigacha ko'rganim yo'q, videoni. Agar sizlarga noqulay qilsa, iloji boricha montaj qilib qo'yishga harakat qilaman. Shu qayta unaqa qo'ygandan keyin, video qo'ygandan keyin baqirib olaman-da, aybga bermaysizlar. Piyozlarni tozalab oldim mana. Endi to'g'rab olaman. Maydalab turib 4 ta piyoz bo'lsa yetadi. Ichiga solinadi-yu, qovurilib. O'shanga adina to'g'rayman. Aybga bermaysizlar. Bolalarga baqirib o'rsam. Naryoqda barik yana nima qilib qo'yganman, terib qo'yganman. Buni ham baklashkaga solaman.
Buni addenle terib chiqdim огородdan. Buni addenle terib chiqdim. Tog'aram yoqqa qo'yib qo'ya qolaychi. Tomog'im ham bo'g'ilib qoldi. Havo bunaqa yozda grippi qattiq bo'ladi deydi-ku. Shunaqa bo'ldimmi? Bilmayman. Dorilarni ichdim. Issiq shoyla ichdim. Go'jali qilib ichdim, issiq qilib. Ancha yengilman, Xudoga shukr. Sal tomog'im bo'g'ilganini olmasa yaxshiman. Endi yog'ni qovurib ichiga sovuraman.